Voy men bitta savol berdim. O'shanaga nechta bor o'qib bitirgansiz degan savol. Nimaga berildi savoldan? Hozir ko'pchilikda oldindan to'lov qilib borsam, ya'ni bitmagan uyga oldindan to'lov qilib borsam, otilib qolmaymanmi degan savolga javob qanday bo'ladi deb men o'zim o'ylab ko'rdimda. Ya'ni bildimki, uni oldinga qilgan ishlariga qarab bilsa bo'ladi. To'ppa-to'p. Shunda endi siz fikringizni tinglamoqchiman. Endi ketmaslikni qanday bilsa bu bo'ladi. narsa uy sotib olayotgan mijozlarga meni taklifim qanaqa bo'ladi? Shartnoma qiling. Oldindan to'lov, boshqasini qurilish kompaniyani qo'liga pul topshirish kerak emas. Hisob raqamiga borib pul topshirish kerak. Qo'lingizda kvitansiya bo'ladi. Yuridiskiy kompaniya bilan o'rtangizda shartnoma bo'ladi. Keyinchalik shunaqa holatlar bo'lgan taqdirda ham sudga bir joyga murojaat qilganda qo'lingizda asos bo'ladi. Sizni pulingizni rostdan shu kompaniyaga naqd pul to'lagan juda ko'p joyda bu narsa o'tmaydi. Mashinalarga uchramaslik uchun shu tartibda. Mana biz shu kunga birorta odamdan naqd pul qo'limizda olmaymiz. Mana shu kunga mana mijozlarimiz sotib olayotganlar ham o'zlari guvoh. Hammasini pulini hisob raqamimizga topshirtiramiz. Bugun vibe boshqa daraja. Anjan ritmga tush. Eskil anjan. Assalomu alaykum. Anjanja gap podkastda bugun Bahodir akam bilan mezbonlik qilamiz. Hamda bugungi mehmonimiz Andijonimizdagi ko'p yillardan beri qurilish sohasida ish olib borayotgan Ravshan aka Haydarov bo'ladi. Tashrif uchun rahmat aka. 15 yildan beri. 15 yildan beri. Shunaqa. Rahmat. Anjanja gap loyihasiga taklif qilganim uchun rahmat. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Salomat bo'ling aka. Menimcha hozir ham qurilishdan kelayotganga o'xshayapsiz. Biz shunaqa har kuni qurilish bizda yakshanba dam degan narsa biz uchun yot. Biz har kuni qurilishdamiz, har kuni. Hozir issiq, hozir mana issiq kunlar keldi. Menimcha xonangizdan chiqmasangiz kerak, salqinda. Yo'q, biz issiqmi, sovuqmi har doim qurilish obyektida. Bir qator qurilish ertalab bir qator qurilish obyektlari aylaniladi. Nima kamchiliklar qilinadi, kamchiliklar bartaraf qilinadi. Hamma yo'q tugagandan keyin ofisga borib o'zimiz kunlik yozuvchi ishlarimiz bor. Shu bilan shug'ullanamiz. Ertadan kechgacha obyektman desam, noto'g'ri bo'ladi. Men hozir suhbatdan oldin ozgina gaplashdim-da Ravshan akam bilan. To'g'risi o'zimdan uyalib ketdim. Nimacha? O'ta g'ayratli odam ekan. Hozir suhbat davomida ham bilinadi, o'zi suhbatning tempidan ham bilinadi xullas. Bo'lmasa kuzatib turinglar. Bugun suhbatimiz qurilish sohasida uy olmoqchi bo'lganlar, sifatli uy olmoqchi bo'lganlarga aynan bu podkast qiziq bo'ladi deyman. Nima deysiz? Albatta, oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Qurilish borasidagi har qanday savollaringizga to'liq javob olasiz degan umiddamiz. Xo'p, keling Ravshan aka, o'zi kuningiz qanday o'tadi? Kunim onam bor. Birinchi ishim mana daftar tutaman. Birinchi ishim onamning duosidan boshlanadi. Onamning duosini olib, keyin shu bir kun oldin yozilgan nima bo'yicha, kundalik bo'yicha ishni qilaman. Qurilish obyektlari, mana bugungi kunda 3 ta qurilish obyektimiz bor. Uchalasini aylanaman. Nima kamchiliklar, nima muammolar, prorablarimiz bilan shu injener xodimlar bilan gaplashaman. Holatni bilaman. Shundan keyin shu qanaqa muammolarni yechish bilan boshlanadi ishlarimiz. Mana sizga muvaffaqiyatni kaliti nimaga? Bunchadan beri bozorda bor va yana Andijondagi eng nufuzli tashkilotlardan biri ekanligini, eng asosiy sabablarini aytib o'tdi hozir bilsa. Shundan bilaman. Onamdan duo olaman dedim. Birinchi kundan shundan boshlaysiz. Men maza qildim. Yoshlarimizga bu gaplaringiz ancha motivatsiya bo'ladi. Kimdirlar shoshib chiqib ketadi, kimdirlar nimadan boshlashini bilmaydi. Albatta, hozirgi yoshingizda ham reja bilan yurishingiz, albatta onani eslashingiz hammani ta'sirlantiradi. Reja odamni yig'ishtiradi. Mana bugungi kunda masalan men bir kunda o'zim uchun endi haligi 12 ta vazifa qo'yaman har kuni. Shu vazifalarni qilmagunimcha ishdaman. Lekin
rejasi bor odamni ishi mana peshindan keyin shu 3-4larga borganda hamma ishni qilib olaman. Odam bo'shaydi. Rejasi yo'q odam yuraveradi. Ishim esdan chiqib qoldi, bu ishim esdan chiqib qoldi. Rejani bajaraman, bo'shayman. Men hali sportda katta tennis bo'yicha hali havaskor tennischiman. Bu ham juda biz tennisni kortimiz qurilgandan beri o'ynayman. Chiqib tennisga chiqaman. Sport bilan shug'ullanaman. Reja borligi uchun shunga vaqt topaman. Mana sizga ochilmagan qirralardan bittasi. Aynan kimlar bilan o'ynaysiz? Voy, u yerda hamma soha vakillari bor. Jurnalistlar bor, u yerda quruvchilar bor, oldingi provodniklar bor. Juda ko'p hamma soha vakillari o'ynaydi u yerda. Ishlab chiqaruvchilar bor. Shunaqa qurilish materiallar sotadigan bolalar bor. Tamojnida ishlaydigan, bojxonada ishlaydigan bolalar bor. Katta otaxonlar bor. Mana Andijon shahrimizda Shamsuddinlar oilasi bor, bilasizlar. Shular dadasi bor, Rustam aka Shamsuddinov 80 yoshdan o'tgan. Bizni nimalarimizni domla bizni nimamizni shu tennis klubimizni eng faol nimasi, faxriy nimasi hozirgacha o'ynaydi. Shu odam bizga tirik motivatsiya. Voy qoyil. Boya suhbatdan oldin menga kurashchiman dedingiz. Endi tennis ham bormi? Yoshlikda kurashchilik 25 yil kurash bilan shug'ullanganman. Yoshligimda fizkultura, sport oliygohini bitirganman. Judo kurash bo'yicha murabbiy diplomim bor. O'zi asli. Qoyil. Shundan boshlangan. Sportga. Sport ichidamiz demoqchiman. Zo'r. Ravshan aka, shaxsan men o'zim juda chuqur qurilish sohasiga tushunmayman-da, Bahodir aka. Hozirgi kunda uy olmoqchi bo'lgan odamlar nimalarga e'tibor berish kerak uy olishdan oldin? Uy olishda endi ana gap, birinchidan uyni sifatiga e'tibor berish kerak. Chunki uy olayotgan odam shu yerda yashaydi endi, necha yil yashaydi, shuning uchun uy olayotganda shoshilmaslik. Sifatiga, ya'ni quruvchini nimasiga, necha yildan beri qurilish bozorida qaysi loyihalarni qilgan bundan oldin. Shu loyihalardan odamlardan so'rab, oldingi loyihasidan olgan odamlar bilan bir gaplashib ko'rib, olsa birpasda quruvchiga baho bersa bo'ladi. Shu 2-3 ta harakat bilan quruvchini kimligini bilib olsa bo'ladi. Ravshan aka, mana sifatiga dedingiz hozir. Bu umumiy gapda endi sifati deganingiz. Endi qurilishga yaxshi tushunmayman. Shaxsan men ham o'zim yaxshi tushunmayman. Qurilishga yaxshi tushunmaydigan odam ham bunday ko'rib turib sifatlimi, sifatsizmi ajrata oladigan darajadagi birorta bir belgilarni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Hozir sifatiga qarash kerak desangiz, qanday qaraydi uni sifatiga degan savol tug'iladi-da. Imенно detallari nimaga qarab, nimaga aynan lokatsiyami yoki aytishadi, g'ishli uy deydi, betonli uy deydi. O'sha nima detallariga qarab uy xarid qilish kerak. Aynan brend house dan. Odamlar nimasiga e'tibor berish kerak? Quruvchiga savol berish kerak-da. Armatura qanaqa armatura ishlatilyapti? Necha marka beton quyiladi? 99% xaridor hech qachon bu narsani so'ramaydi. Bu narsani so'rash kerak. Qanaqa marka? Endi masalan, so'ragan bilan to'g'risini aytadimi, aytmaydimi, u ham quruvchini vijdoniga havola. Shuni qilish kerak. Endi o'zi qurilishning sifati ko'rinishidan ham bilinib turadi-da. Qo'yilgan narsalari, eshik, romlari, santexnika, elektr ishlaridan ko'rinib turadi sifat. O'zi odamlar sifatli bilan sifatsiz ajratadigan bo'lib ketdi biz odamlarimiz. Oldingidagi qurilish bum deb berdi, ruschasiga aytganda o'tib ketdi. Oldin uy bo'lsa bo'ldi edi. Kvadrat metrni ham so'ramardi odamlar. 2 xonali uy oldim, 3 xonali uy oldim, uy bo'lsa bo'ldi deb. O'sha odamlar endi uyni oldi, orqasidan unisini to'g'riladi, bunisini to'g'riladi. Umri uyini to'g'rilash bilan o'tib ketayotgan qancha odamlar bor. O'sha odamlar nima demoqchiman? Olsam ham sifatliroq uy olay degan
fikrga kelib bo'ldi odamlar. Chunki qurilish bozori, uy bozorida bozorda raqobat kattayib ketdi. Andijonda, o'zimiz Andijonda ham juda raqobat kuchli. Chunki yildan yilga yangi quruvchi ukalarimiz chiqyapti. Quruvchi kompaniyalar chiqyapti. Har xil bozorlarda, har xil talablarga kelib chiqqan holda odamlarga 60 oyga, 70 oyga bo'lib to'lash, halol nasiya, shunga o'xshagan sotuv uslublari chiqib ketdi. Odamlarga tanlash nimasi huquqi zo'r bo'lib qoldi hozir. Zo'r aka, rahmat javob uchun. Menda bitta savol bor-da. Hop, Nimaga siz uylaringiz qimmat, Ravshan aka? qimmat. Qimmat emas uylarimiz. Uylarimiz puliga yarasha deb o'ylayman men. Chunki nima desam bo'ladi? Hamma yo'da birinchidan men o'zim aytay, o'zim o'ta injiq odamman. Hamma yo'da eng yaxshisini, eng qimmatini qo'ygim keladi. Hali sifatli narsa. Mana faqat Rossiyadan keltirilgan armaturadan qilamiz. Masalan, mana loyihachilar bitta masalan beratda 200 marka beton. Har doim o'zim xodimlarim ham aka shunaqa qilsak bo'laveradi, yo'q. 200 marka, o'rniga 250 marka qo'yaman. 300 markani o'rniga 350 marka, har doim 50 marka. Qali qimmatroq bo'lsa 50 marka yaxshisini qo'y deyman. Sifatni kasalaman-da. Hali masalan men bitta uyni quryapsam, bitta kvartira qilsam, loyihadan boshlanadi. Loyihachilar bilan ham o'zimiz ishlaymiz. Loyihachilar bilan ham o'zim masalan mana shu uyda men har doim bo'lsam, shu uyda men yashagan bo'larmidim degan savol beraman. O'zimga xos qilib, masalan men yosh oila bo'lganimda masalan 2 xonali uy deylik, shu uyda yashagan bo'lardim. Yoki o'zimga yoqmasa shu loyihani qildirmayman. Har bitta 1 xonali uyimizdan 5 xonali uyimizgacha, 7 xonali uyimizgacha shu uyni ichiga kirib, shu uyni egasi bo'lsam, men shu yerda yashagan bo'lardim degan savol beraman, o'zimga moslab olaman. Shunaqa qilib loyihani ham shundan boshlab qilamiz. O'zingiz qurgan uyda o'zi yashaysizmi? Albatta o'zim yashayman. Hamma qilgan loyihamda o'zim bittadan uyim bor, ochig'ini gapiray. O'zim bugungi kunda ham o'zim qurgan uyda yashayman. Hozirgi mana O'rizor loyihamizni bitayotgan joyda ham yana bitta o'zimning kvartiram bor, o'zim yashayman. Unda zo'r. Hop, demak bo'lmasa Andijoncha gap podkastimizda shuni bilishsinki, Brand House qurilish kompaniyasi hozirgi kunda Andijonda qaysi manzillarda qurilish olib boryapti. Keling shuni hozir bitganlar haqida gaplashaylik. Hozir bugungi kunda qurilishi ketib yakunlanayotgan ikkita loyihamiz bor. Birinchisi O'rizor loyihamiz 3-kichik dahada mana o'sha aktyorlari bo'ldi. Odamlar ko'chib kirib yashashni boshladi. Yana bitta yakuniga yetayotgan loyihamiz bor. Mana iyun oyida topshiramiz. U namuna loyihamiz. U ham 3-kichik dahada shu onovi Hakan yo'liga chiqib ketarish ko'chada qurilish qilyapmiz. Yangi loyiha boshlaganmiz. O'zimiz Andijon shahridagi yog'moy kombinatini 12 gektar yer maydoniga 40 ta 12 qavatli uy jami bo'lib 3000 dan ortiq kvartiralar bo'ladi. Shunaqa katta loyihaga qo'l urganmiz. Bugungi kunda birinchi lotida ish boshlangan 12 ta ko'p qavatli uy, 900 dan ortiq kvartira boshlangan. Shu loyihanidamiz hozir. Demak, Brand House'ning eng katta proyekti shumi? Yo'q, eng katta proyektimiz shu. Undan oldin mana 3 ta, 4 tadan uy qurganmiz. Endi mana 40 taga bel bo'ladi, xudo xolasa. O'zini maktabi, o'zini bog'chasi, infrastrukturasi, valagi ko'kalamzorlari, gulxonalari bilan chiroyli bitta loyiha qilganmiz. Xo'p, bugungi kunda shu yerda ish olib boryapmiz. Ravshan aka, shaxsan menga qiziq, shu paytgacha o'zini ishda uy qurib topshirganmiz. Bu hozirgi boshlangan loyihamiz 7-loyihamiz. 6 ta loyiha qilganmiz. 15 yil ichida. Zo'r. Bir savol tug'ildiki, bir yilda hozir ayrim quruvchilar 10-15 ta loyiha qilyapti-da. Siz 15 yil ichida 7 ta loyiha. Bu nima bilan bog'liqligi bor? Sifatimi yoki tez siz qurib bitirib topshirishga anaqa yoqtirmaysizmi yoki nimasida gap?
O'zi qurilishga ruxsat olganingizdan keyin qurilish muddati bugun mana davlatimiz tomonidan chiqqan qarorlar, qonun qoidaga asosan 2 yil ichida qurib bitkizish kerak. Shu 2 yilmi 2 yil ichida qurib bitkizyapmiz. Har bitta loyihani o'zini muddatida bitkizamiz. No, hali tez ham qilmaymiz. Sifat o'zini me'yorlari borda, masalan, betonni quyganingizdan keyin uni 7 kunlik, 14 kunlik, 28 kunlik laboratoriyalar bor. Shu laboratoriyalarni betonni markasi shu to'g'ri kelgandan keyin keyingi etapga o'tish kerak, keyingi qavatga o'tish kerak. Shu qonunlarni shu kitobidan chiqmagan holda qurilish qilganimiz uchun atrofdagi qurilishlardan ko'ra jichcha sekinroqqa o'xshaydi qurilishimiz. Bizni nimamiz, nima desa bo'ladi, sifat birinchi o'rinda biz asosiy shiorimiz. Tezlik emas, sifat. Bahodir aka, Toshkentni ko'proq ijod qilaman. Toshkentda eng top quruvchilar Murod Building bo'lsa, Andijonda sizni eng birinchi darajada quruvchilarni qatoriga qo'shishar ekan. Bu nimada bu sizga qanchalik xursandchilik olib keladi? Конечно, albatta bunaqa fikrlardan odam o'ziga motivatsiya oladi. Demak, qurilishlarimiz odamlarga yoqyapti ekan. Qurilish aytayapman, quruvchiga asosiy bahoni xalqimiz beradi. Shunaqa. Sifatli uylarda yashagan xalqni mana o'dziflari shu kunga da mana 15 yildan beri qurilish qilayotgan bo'lsak, birorta norizo xaridorimiz yo'q. Shu masalan, uyimizni biz bilan shartnoma tuzib olmagan xaridorlarimiz bo'lgan, ular qaysi ma'noda? Prosta pulini to'lanmasligiga ahli yetganlar bilan shartnomani bekor qilganmiz, pulini qaytib berganmiz. Hatto biz birodar pulini to'lamayapsan deb chiqarib yuborgan holatlarimiz bo'lmagan. Shu kungacha Xudoga shukr, mana birorta norizo nimamiz yo'q, xaridorimiz yo'q, bunaqamiz. Brand House'dan mijozlar nima uchun uy sotib oladi? 3 ta sababini aytib bering. Aynan nimaga sizdan olishimiz kerak? Endi masalan, birinchisi investitsiya qilish. Bugungi kunda hamma tadbirkor bo'lib ketgan. Bizning uylarimiz investitsiyaga ham juda yaxshi. Masalan, qurilishi boshida olib bitgandan keyin sotib olgan odamlar bo'lgan. Masalan, ashlar ham kami $20,000, $25,000dan qimmatiga sotadi uyimiz. Narximiz oshadi. Ikkinchisi, u ham investitsiya. Mana bugungi kunda bizni qurgan uylarimizda $800 ga ijaraga kvartira yo'q. $1,500 bizdan olib, remont qilib ijaraga bergan odamlar bor. Endi uchinchi asosiy sababi sifatli maza qilib yashayman degan odam, o'zini hayotini, o'ziga qadriga yetgan odam biz uydan oladi deb o'ylayman. Demak, Brand House'da uy sotib olish uchun shu sabablari bor. Ravshan aka, mana necha yildan beri qurilish sohasidasiz. Shu qurgan uylaringizda biron bir xatolik bo'lib, buzish holatlari bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Qaysi ma'noda bo'lgan? Bir qurilish tashkilotidan, qurilish mollar ishlab chiqaradigan tashkilotdan beton mahsulot olganmiz. Birinchi qavatdagi devor qismlarini betonni quyganmiz. Keyin sizlarga aytgan 7 kunlik, 14 kunlik, 28 kunlik laboratoriyalardan bizda laboratoriyasi chiqmagan. Nimasi chiqmagan aynan? Standartga mos kelmagan. Qatishi, boshqasi nima sifatsiz mahsulot kelib qolgan. Siz bilmaysiz. Lekin men uni nima laboratoriyaga kelib sifatga javob bermayapti deganda men buzib tashlayman deb turib, birinchi qavatdagi butun quyilgan betonni buzib, armaturalarni chiqarib tashlab, boshqatdan armatura qo'yib, boshqatdan quyganman. Ancha pul zarar qilganmiz, lekin u pulni zararini o'sha sifatsiz mahsulot bergan tashkilotdan undirganman-da. Buni qo'yib qo'yganman. Shunday holat bo'lgan. Shundan keyin haligi u tashkilot ham sal demasmi, bunga suv kirib, demak, sifatsiz narsa hammaga ham o'tolmaydigan degan ma'noda dars bo'lgan. Shundan keyin men u tashkilot bilan qaytib ishlamay qo'yganman.
Shunaqasi ham bo'lishi mumkin, misol siz chunki uni markasiga qarab olgansiz u sementni. Markasi yolg'on bo'lganmi shunda? Endi menga shartnoma tuzayotganimizda shu markadagi beton yetkazib beramiz degan. Aynan necha marka? Endi 300 marka beton bo'lgan. Siz qurmoqchi bo'lganingizda 300 marka. 300 markali beton bo'lish kerak edi. Uni markasi 200 ham chiqmagan. Sifatsiz endi buzib tashlaganman. Shu buzib tashlaganimda Andijon kichkina joy, shahar ichida duv gap bo'lib ketgan, mana Brent House'ni ham noto'g'ri ish qilyapgan davlatimiz buzdiryapti ekan degan gap tarqab ketgan. Keyin yana o'zim buzdirganimni ko'rib, boshqalardan qidirganimni ko'rib, odamlar o'sha fikri o'zgarib, boshqacha baho berishni boshlagan. Masalan, shu holatda o'tkazib olsa ham bo'laveradi degan gaplar bo'lgan. Lekin biz hech qachon unaqa narsa qilmaymiz. O'zi o'tkazib olsa bo'laveradi. O'tkazib olsa bo'laveradi, keyin o'zi qatib ketadi, laboratoriya bilan gaplashsa bo'ladi degan fikrlar menga aytilganda. Shu qurilish mahsulotlarini yetkazib beradigan zavod tomonidan shunaqa narsa. Men unaqa ishlar qilmayman. Menga realniy sifat kerak, menga realniy betonni markasi kerak deb buzdirga borganman o'zim. Shunaqa holatda bo'lgan. Bir marta bo'lgan. Rostdan ham hozirgi bitgan uylaringizda bitta eshigini $1,5 ming qurganmisiz. Shunaqa sifatli eshik olib, mana standart eshiklar 90 ga 205 bo'ladi. Men shu eshik sotadigan Belarusya firmasi Toshkentda Dilliskiy nimasi bor, o'zlari shuga borib, menga 240, chunki Turkiyaga borib, Xitoyga borib qurilishlarni ko'rib, kiradigan eshik qancha baland bo'lsa, shuncha ko'rk berar ekan, podezlar ko'rinishlari chiroyli bo'lar ekan, ammo bizni standartdan chiqish kerak debdi, shunaqa bir ijod qilay deb borgandim. Agar 240 qilib bersak, $2,000 tepasiga chiqib ketib bo'ladi eshiging. 120 bo'lsa, haligi o'zlari ishlatadigan listlari bor, listlardan kelib chiqqan holda aytishganda, bo'pti 120 qilib bering, 220 qilib standartli eshik qildirib kelganman. Maxsus eshik qildirganmiz Brent House uchun. Shu o'rizor namuna loyihalarimizga shunaqa eshik nima qilib zakaz qilib olganmiz. Aynan mijozlar uchun-da hammasi. Qoyil, men buni bilmas ekanman, zo'r. Juda $1,5 ming dan kelib tushgan bitta eshigimiz. Mana nimaga qimmat degan savolga yana bitta javob. Engelbert termoromlar qo'yamiz uylarimizga. Endi sifataliga qimmat degan joylaringizga yana bir qator aytib, kuliga yarasha birinchidan, ikkinchidan ichiga ishlatilayotgan mahsulotlar hammasi oxirgi mahsulotlar. Mana Engelbert termoromlar bugungi kunda $270 atrofida 1 kvadrat metri. Bitta romimiz $700 atrofiga to'g'ri kelyapti. Boshqa qo'yayotgan quruvchilar bilan bir taqqoslash bo'lsalar ham bo'laveradi. Masalan, o'zingizlar uchun $1,5 kirish eshiklari, santexnika ishlari faqat Turkiyani Firat mahsulotidan ishlatamiz. Masalan, uni ham narxini bir vaqtda bilib qo'ysalar bo'ladi. Rossiyaning Rifar degan nima radiator ishlab chiqaradigan firmasi bor. Hali muzakanlar yuradigan lidokollarga qo'yiladigan ash firmaligini qo'yadi, hammaligini ham qo'ya olmaydi. Shu standartlardan o'tgan juda kuchli. Bugungi kunda Xitoyni ham, Turkiyani ham hamma mahsulotlardan sifati zo'ri shu. Bitta qovurg'asi bugungi kunda o'rtacha $16 dan shunaqa radiatorlar qo'yamiz. Keyin masalan, qurgan uylarimizga elektr qismiga, santexnika qismiga shartnomamizda ham bor. Nima deydi? Umrbod kafolat beramiz. Umrbod kafolatdan bo'ladi. Bor. Shu yerda shartnomamizda bor. Uyning ichida elektrdan zamikana bo'ladimi, santexnikada bir joyda suv toshadimi, o'zimiz bo'ynimizga olganmiz, qilib berishimiz. Shu kunga da birortasiniki bo'lmagan, shu kunga da birorta uyni qilmaganmiz, chunki sifatimizga javob berganmiz. Qo'y. Chunki onovi Firat kompaniyasi 100 yilga kafolat beradi. Shu kompaniyani mahsulotini ishlatgan boshqa mahsulot ichiga qo'shmaymiz, aralashtirmaymiz. Injiqman deganicha bor ekanda. Keyin masalan bizdan uy sotib olgan mijozlar bilan shartnomamizda hamma ko'rsatib ketilgan uyini remont qilayotganda mana elektr qismini uni almashtirish kerak, buni almashtirish kerak yoki kimdir santexnikada
haligi vanna qo'yaman, kimdir dush va kabina qilaman deb ichida santexnika ishlari, qo'shimcha ishlar bo'ladi. Shu ishlarni biz o'zimiz qilib bersak kafolat deb yozib ketganmiz. O'zimiz qilib berishimiz kerak. Именно shu ulanayotgan keyingi turbalar ham shu Firat kompaniyasi bo'lish kerak. Shularni o'zimizni santexniklarimiz, o'zimiz elektriklarimiz qilib bersa. Prokap kabel zavodi bilan ishlaymiz. Prokap kabel bugungi kunda eng sifatli, kerak bo'lsa atrofdan kelgan eng qimmat kabellar ishlab chiqaradigan kompaniya. Sifati hammanikidan zo'r. Shunaqa qurilish tashkiloti bizni 1 metr ishlatayotgan kabelimizga endi biz atrofimizdagi konkurentlar deydi-yu, boshqa qurilish tashkilotlaridan kuzatamizda. Masalan, bitta joyda qurilish bo'layotgan tashkilotni qo'yayotgan simi bilan bizni 1 metr ishlatgan kabelimizga ular ishlatayotgan simdan 9,5 metr berar ekan. U degan 9,5 barobar qimmatini qo'yapmiz biz. Tushunyapsizmi? Santexnika degi mana Firat kompaniyasi boshqa O'zbekistonda ishlayotgan boshqa brendlardan o'ta ancha qimmat. Masalan, 1 metr Firat turbasiga 3 metr, 4 metrgacha boshqa kompaniyalarnikini sotib olsa bo'ladi. Shunaqa barobar qimmatini qo'yamiz. Sifatimizni qadriga yetganlar olyapti-da. Hamma olyapti. Bizni uylarimiz qimmat deydi, boshqa deydi. Bizni o'ta nimamiz, savdolarimiz o'ta gibki. Odamda kelgan mijozni ichiga kiramiz. Holat qanaqa? Masalan, kimdir aytadi, hozir mashincha mablag'im bor, qolganini monchida beraman, sotiladigan narsam bor. Hamma yo'liga kiramiz. Hali yo'q, mana shu pulni to'laysiz, mana shu kungacha to'laysiz degan unaqa qattiq nimalarimiz, shartlarimiz yo'q. Shuning uchun o'ta yumshaligi uchun shartlarimiz odamlar biz uylarimizda ola olmaydi. Niyat bo'lsa bo'ldi. Ha, shu qatorda savol beraman. Nima uchun siz uylaringiz uzoq muddatga bermaysiz? Uzoq muddatga bersam uylarim katlavan kavlaganda tugab ketadi-da. Menga nima desa aytganda to'g'ri kelmaydi, chunki keyingi loyihalar bor, pul kerak bo'ladi-yu. Qisqa muddatga beramiz biz. Uzoq 2 yil muddatga beramiz. Uzoq 2 yil. Uzoq 2 yilga beramiz. Lekin 2 yilga olib 3 yildan ham oshiq to'layotganlar bu, ularga ham ularni ham sharoitiga kelamiz, tushunamiz. Unaqa bir o'rtamizda hech qanaqa nizo chiqmaydi ham bundan keyin. Hali uyimizni olaman degan mijozda qo'ymas. Hozir Ravshan aka, eshityapmiz, yaxshi katta proyektga qo'l uribsiz. Shuni tushuntirib aytib ketsangiz. Bugun Andijon shahridagi katta loyihalardan biri, endi shahar ichida shaharcha quryapmiz, xudo xolasa. 200,000 kvadrat metr turar joy quryapmiz. 500 o'rinli maktab quryapmiz, bog'cha. O'zini yangi loyihamizda yangilik, mana bugungi kunda Andijonimizdagi yagona isish tizimi, kotelnik quryapmiz. O'zi mana bugungi kunda uni ham o'rganib chiqdik. O'zimiz issiqxona qursak, issiq suvni ham qishin yozni o'zimiz beramiz. Odamlar uyiga kotel, boiler degan narsalar qo'ymaydi. Endi qarang, agar mana odamlar o'zlarining bir gapimga qo'shiladi degan umiddaman. Bugungi kunda shu uyda o'zini koteli, o'zini boileri borlar 1 million so'mdan kam pul to'lamayapti elektr energiyaga. Endi biz yagona isitish tizimini, hisob kitobini qilib chiqqanimizda mana bugungi kunda mana shu loyihani qilgan kompaniyani Buxoroda bitta loyihasi bor ekan, borib ko'rib keldik. Hisob kitobini qarasak, qish mavsumida 320,000 so'm. Issiq suv uyingizga beradi hamda uyingizni isitish. Yoz mavsumida 120,000 so'm faqat issiq suv berish. Bu odamlarga o'ta qulaylik, o'ta yengillik beradi. Shu loyihamizda shunaqa loyiha qilyapmiz hozir. O'zimiz Brent House shirkatini hozir harakatga ochishda o'zimiz qaraymiz. Podyezdlarni o'zimiz yuvamiz,
podyezdagi Aynan jek deydimi? lift jek shunaqa holat qilyapmiz. O'zimiz bog'bonlarimiz gullariga qaraydi, tozalikka, parkovkadagi mashinalarni kameralar orqali o'zimiz qo'riqlaymiz. Odamlarga sharoit yaratib beramiz. Bu proyektda. Va shu proyekt yangi, chunki mana qurilish qilgan bo'lsak, har bitta loyihada mana birinchi boshlagan bitta uyimizda bitgandan keyin qayerda xato qilganimizni o'zimiz bilamiz. Demak bu xato keyingi har bitta loyihada mana hammadan ham biladi, qanaqadir kamchiligi bo'ladi, uni quruvchi o'zi biladi. Tushunasizmi? Qurgan sari shularni qilmay ketaveradi. Mana xudo xolasa bu narsani ham oldingi uylarimizda qilmaganmizda, tushunyapsizmi? Endi bu yana yangilik. Yana bizni o'sishimiz bu. Odamlar bitta xudo xolasa kirib mana 2028-yilda oxiriga topshiramiz degan niyatdamiz, kirib shunda bitta baho beradi xudo xolasa. Shunaqa bir o'zimiz ham harakat qilyapmiz. Odamlar maza qilib yashasin degan ma'noda. Sifat. Xonadonlar 3000 tadan ortiq xonadon bo'ladi. $1 million atrofiga tushyapti shu nimamiz, qozonxonamiz juda oxirgi texnologiya bo'yicha kompyuterlashtiriladi. Qaysi uyimizga haligi podachasi necha gradus qaytyapti, necha gradus pul obratga bo'lyapti, hamma yoqda kompyuterda xodimlar ko'rib o'tiradi. Qayerda qanaqa kamchilik bo'lsa bir pasda borib bartaraf qiladigan qilib shu o'zimizga bitta jek qilamiz deb niyatimiz bor shunaqa qilib. O'zimiz qurgan uyni o'zimiz topshirib olmaymiz, nimaga? O'zimiz boshqaramiz. O'zimiz boshqarmoqchimiz. Oxirgi davr, umrbod. Zo'r. Mana shu jek deganingizga o'zim maza qildim. Mana bir ikkita uylaringizda, dom proyektlaringizda hech kim hech nima to'lamas ekan oyiga, yiliga jek. Bu qachongacha bo'ladi bu? Yo endi shartnoma qilib katta loyiha qilyapmiz. Endi bitta ikkita nimalarimizda shunaqa qilib sotganmizda odamlarga. Jek to'lamaydi. Hech narsasini o'zimiz yuvamiz, o'zimiz tozalaymiz degan holatlarimiz bo'lgan. Shunaqa qilib qarayotgan uylarimiz ham bor. Endi hozir jek qilib shartnoma qilib, endi katta loyiha boshlayapmiz. Hamma qurgan uylarimizni birlashtiramiz. Hamma eski loyihadagi uylarimizni ham birlashtirib, hamma haligi nimalarimiz bilan xonadonlarimiz yashayotganlar bilan shartnoma qilib, boshqalardan kerak bo'lsa podyezdlarni remont talab bo'lib ketgan bo'lsa, eski qurgan uylarimizni podyezdlarni remont qilamiz, tomlarni tozalaymiz, o'zimiz qarashni boshlaymiz. Qurilishimiz boshlangan 10-fevralda mana bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni zapus qilib, viloyat hokimimiz kelib o'zi haligi nima deydi, kapsulalar deb o'zbekcha nima deydi, kapsulalar tashab o'zi duo qilib, o'zi ishimizni boshlab berdi. Shundan qurilishimiz boshlandi. Bugungi kunda birinchi qavatiga chiqdik. Zapus deydi, zapus qilib qurilishni e'lon qilgan kunlarimiz ash kuni o'zi 70 dan ortiq kvartira sotdik bir kunda. Loyihadan. Mana odamlar ko'p joyda ko'ryapmiz, qurib bitkizib qo'yib sotilmayotgan uylar bor. Bizni shu yer katlaman holatida uylarimizga pul to'layotgani biz ham xursand bo'lganmiz, odamlarning ishonchida kirgan ekanmiz. Birorta odam bizdan norozi odam yo'qligi uchun, birorta odamni shu kungacha aldamaganligimizni mevasi deb tushunaman-da bu ishlarni. Bir savol qiynayapti meni. Shu hozir katta proyektingizni yer hududini birinchi siz o'zingiz sotib olganmisiz shunda? Sotib oldik. Biron tender o'ynamaysiz. Yo'q, bu kredit yo'q. Yo'q, bu nimadan bitta tadbirkordan kelishib shu yerni sotib oldik. Endi nimaga loyiha katta. Kreditlarimiz ham bor, kredit olamiz chunki loyihani u sotuvdan tushayotgan pul bilan qurib olmaysiz. Qanaqadir davlatimiz tomonidan imtiyozli, mana bizga o'xshagan qurilishlarga imtiyozli kreditlar ajratilyapti. Bemalol olib, qilib, qilsangiz hisobingiz chiqyapti. Boya men bitta savol bergandim. O'shanaga nechta loyiha qurib bitirgansiz degan savol. Nimaga berildi savolda? Hozir ko'pchilikda oldindan to'lov qilib borsam, ya'ni bitmagan uyga oldindan to'lov qilib borsam, otilib qolmaymanmi degan savolga javob qanday bo'ladi deb men o'zim o'ylab ko'rdim-da. Ya'ni bildimki, uni oldinga qilgan ishlarga qarab bilsa bo'ladi. Shunda endi siz fikringizni demoqchiman. Endi ketmaslikni qanday bilsa bo'ladi? Mana shu uy sotib olayotgan mijozlarga meni taklifim qanaqa bo'lardi? Shartnoma qiling.
oldindan to'lov boshqasini qurilish kompaniyani qo'liga pul topshirish kerak emas. Hisob raqamiga borib pul topshirish kerak. Qo'lingizda kvitansiya bo'ladi. Yuridiskiy kompaniya bilan o'rtangizda shartnoma bo'ladi. Keyinchalik shunaqa holatlar bo'lgan taqdirda ham sudga bir joyga murojaat qilganda qo'lingizda asos bo'ladi. Sizni pulingizni rostdan shu kompaniya naqd pul to'lagan juda ko'p joyda bu narsa o'tmaydi. Mashinalarga uchramaslik uchun shu tartibda. Shu tartibda mana biz shu kunga birorta odamdan naqd pul qo'limizda olmaymiz. Mana shu kunga mana mijozlarimiz sotib olayotganlarning o'zlari guvoh. Hammasini pulini hisob raqamimizga topshirtiramiz. Mana siz mana qarang, naqd pul olib borib topshirish jarayonini aytdingiz-da. Endi yo'q, men boshqacha savol bergandim. Naqd pul olib borib topshirishgacha bo'lgan qarorni qanday qilsa u, ya'ni sizga olib borib to'laymi yo bu quruvchiga undan olaymi, u quruvchiga to'laymi? Ya'ni uchalaringlardan biringlar meni otib ketmasliklarini qanday bilsam bo'ladi degan ma'noda savol. Shu oddiy quruvchining tarixi, oldingi qilgan ishlari. Bo'ldi, shu quruvchini oldingi qilgan loyihalari, boshqalari quruvchiga konkretniy baho beradi. Bo'ldi. Siz uylaringizni qarzga qurasizmi? Masalan, qaysi ma'noda? Sementini, g'ishini hozir ko'payib ketdi-da. Yo'q, qarz bo'lib qanaqa men hali qurilish mahsulotlari beradigan joylarga borib menga qarzga berib tur, men keyin pulingni to'layman demayman. Biz qurilish mahsulotlari oladigan kompaniyalar, tashkilotlar bilan uzoq yillar ishlaganimiz uchun masalan men deylik mana bugungi kunda deylik bir joydan 5 milliard so'mlik mahsulotga pul to'lab bersam, u tashkilot bizga 6 milliardlik mahsulot berguncha pulimizni so'ramay turaveramiz. Biz o'rtamizda kelishuvlarimiz bor. Men konkretni borib men unda menga qarz berib turing demayman. Men haligi платежеспособный deydi-yu. To'lab biladi, to'lov qobiliyatim borligi uchun men bilan ishlashga o'zlari xohlaydi. Uzoq muddatda tushunamizmi? Men o'zimiz o'rtamizda kelishuvlar bor. Biz bilan ishlang, biz sizga masalan 500 millionga dobir, 1 milliardga dobir mahsulotimiz o'zimiz qo'yib beramiz deb o'zlaridan taklif tushadi. O'zim borib menga berib turinglar, pulim tushganda pulinglarni to'lab beraman deb bir odam bilan mahsulot olmayman. Bundan keyin ham xudo xolasa uni ishlar qilmayman. Bu kunga davr ham olmaganman. Xullas, hammasi bilan hamma qurilish tashkilotlari, qurilish mahsulot ishlab chiqaradiganlar bilan o'rtada kelishuv bor. Chunki shunaqa ishlamasiz yana bo'lmaydi. Tushunasizmi? Beri bordingmi bozorda? Biz bozordamiz. Juda ko'p yillar ishlaganmiz. Har xil holatlar bor. Pullarimizni oldindan o'tkazib qo'yib, biz ham aldanib qolgan holatlarimiz ham bo'lgan. Pullarimiz qolib ketib, mahsulotni olmagan holatlarimiz ham bo'lgan. Bu etaplarni o'tganmiz. Hozir bizga bugungi kundagi hamkorlarimiz o'zlari ham bizga o'sha bozorda mahkam turgan hamkorlar bilan ishlaymiz. Ularni ham nima emas. Ularni ham o'ziga yarasha padarka emas. Nufuzi bor o'ziga yarasha bugungi kunda bu qurilish bozorida. Hozir kuzatib boryapman. Oldin boshqa tadbirkorlik qilib, hozir qurilish sohasiga o'tib ketganlarni ko'ryapmiz-da. Shu qurilish shunchalik oson bo'lib qolganmi? Yo'q, qurilish o'zi asli mashaqqat. Buni hali oxirigacha endi bilmayman hisob kitoblar qanaqa qilib bo'lyapti. Qurilishda ham quruvchi ham ko'payib ketyapti. To'g'ri, boshqa sohada vakillar, mana o'zim ham qaraysiz. Sportchiman, lekin qurilish qilyapman. Endi to'g'ri, men shu boshidan shu qurilishga kirib qoldim, endi 15 yil oldin. Endi qanaqa qarayman? O'zini shu qurilishni tushungan odam qurilish qilsa qila olsin deyman, lekin tushunmagan quruvchi qurilishni boshlab qo'l uradigan bo'lsa, tushunmaganini orqasidan borib pulini ham kuyib qolishi mumkin-da, chunki bu qurilishni o'ziga yarasha qurilishdan oldin qilinadigan hujjatlari bor, laboratoriyalari bor, juda ko'p hujjatlari bor-da, u hujjatlarni qilmasdan boshlab ekanlar bor. Shuni holatda o'zlari ham qiynalib qolishi mumkin keyinchalik. O'sha boshqa sohadan o'tib qurilish qilayotganlar. Ko'cha, bozor shu o'zi bozor o'rniga tushirib yuboryapti. Yildan yilga qurilish faoliyatini to'xtatayotgan tashkilotlar ham ko'payib ketdi hozirgi kunda. Nimadan bu? Shu hisob chiqmagandan yoki sheriklikdan
hisob chiqmaganlar shunaqa holatda mana kuzatyapmiz, kimdir oldin masalan zapchas ehtiyot qismlar bilan shug'ullangan, yana bitta boshqa Tekstil. boshqa sohada kirganlar birlashib turib shunaqa holatlarni ko'rdik. 3 kishi, 4 kishi birlashib biz ham bir ko'p qavatli uy quraylik deb. Keyin qurilish davomida qiyinchiliklarga uchragandan keyin уже ikki sheriklar o'rtasida nizo chiqishni boshlayapti. Bu aytayapti, men deydi, ehtiyot qismini sotganimda bundan ko'p pul topardim. Yoki o'sha tekstilchi, men bo'lganda buncha ko'p pul topardim. Meni pulimni ber. Уже loyihaga ta'sir qiladi, xaridorlarga ta'sir qiladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men sherik ishlamayman shu kunga da. Meni bitta ham sherigim yo'q. Men o'zim ishlayman. Uy sotib olishdagi eng sipol yoki eng mashhur 3 ta xatoni, mijozlar xatosini aytib berolmaysizmi? Ya'ni shu xatolarni qilmanglar. 3 ta. Endi meni o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytdim, birinchi borib shunaqa endi tajriba hayot ko'rsatyapti-da. Bitta loyiha bo'layotgan bo'lsa, buni necha kishi quryapti degan savol berish kerak. Ko'pchilik sherik bo'lib qurayotgan bo'lsa, bilingki bitta o'zini olib qocha olish kerak. birinchisi Endi yana shu gaplarimizda tajribasi, ikkinchisi oldingi loyihasi, bugungi kundagi shu loyihadan kelib chiqqan holda sifatini o'rganmay olmasin, nimasini qurilishni tarixini o'rganmasdan olmasin. Yangi loyihachi, yangi qurilish tashkiloti qurayotgan bo'lsa, bir qator qattiq bir nazorat oldin nima ishlar qilgan, bir qator surishtirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Dabduristdan olmasdan shunaqa holatlar bo'lyapti. Rahmat. Andijoncha gap podkastimizda bir noodatiy yangilik, obunachilarimizga ham qiziqarli ma'lumotlar bo'lyapti. Brand House haqida avval ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar kam bo'lgan. Nima uchun avval kam bo'lgan? Biz reklama qilib, mana ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda qurilish bozorida raqobatni kuchayib ketgandan keyin biz ham reklama qilishga majbur bo'ldik. Qaysi ma'noda? Shu kunga davr qurgan uylarimni reklamasiz sotardim. Odamlardagi sarafanli radio deb aytadi o'rischasiga. Quloqdan quloqqa etib, mana uy sifatli qurar ekan, mana filmi sifatli qurar ekan, quloqdan quloqqa o'tib sotib kelganman shu kunga davr. Mana katta loyihalarda endi bugungi kunda shunga nima bo'lyapti-da, ehtiyojimiz bo'lyapti reklamalar qilishga. Lekin mana 15 yildan beri qurilish shu uy qurib sotib kelgan bo'lsam, oxirgi deylik 12-13 yili reklama bir joyda reklama qildirmaganmiz-da uyimiz. Endi oxirgi yillarda reklamaga nima muhtoj bo'lib qildiryapmiz. Nimadan bu? Bugungi kunda bozorda raqobatni kuchayganda. Shu Instagram'ingizni kuzatdim. 1 yil ichida Instagram faol. 1 yil ichida har bitta platformada. Oldin bunaqa Andijonda bunaqa kompaniyani kuzatmaganman. Bu mediaga qiziqishingiz qachondan boshlandi? Mediani berayotgan mahsulotidan-da mediaga o'tdik, mijozlarimiz ko'paydi. Uylarimiz sotilishlari yaxshilandi. Men shu mediamizni sotib bo'limizni yurgizayotgan yoshlarga ham har doim aytib turibman. Kerak bo'lsa kunlik ustalarni qilayotgan ishlarni qo'yinglar. Bizni olgan xaridorlarni kanalimizga obuna qilinglar. Hali pul to'lab qo'yganmiz, tutamikin, to'xtab qolmaydimikin degan fikrini yo'qotish maqsadida mana kunlik bo'layotgan ishlar nechta usta ishlayapti degan ma'noda kerak bo'lsa, yana o'rtada jami qilib 1 oylik qilib bir nima chiqarib turibmiz, Xudoga shukr. 1 oyda qilingan ishlarda alohida prorablarimiz hisobot berib, mana 1 oyda ichida mana ishlar bo'ldi deb turib odamlarga nima video nablinelar qo'yganmiz, shularni kanalimizga ulaman qo'yganmiz. Dunyoda qaysi chekkasida bo'lsa, telefon orqali uyini qurilishni jarayonini ko'rib tura oladi. Shuni ham qilib qo'ydik. Odamlarning xotirjamligi. Juda ko'p mijozlarimiz chet elda, masalan Amerikada, mana Rossiyada, shu yerdan shu platformadan shu sayt, media, internet, ijtimoiy tarmoqda reklamalarimiz ko'rib, shu yerdan turib
uylarimizni sotib olyapti. Pul jo'natyapti, aka-ukalar kelib pul to'lab ketyapti. Shu yerdan turib mana jarayonni kuzatib turishibdi. Endi baribir qurilish sohasidagi vakil bilan gaplashib tursangiz, qurilish bo'yicha savol berasizda. Siz qurayotgan uylaringizni texnikalari bo'ladi-yu, masalan, kran deylik yoki yana va hokazo texnikalarni siz arendaga olib ishlatasizmi? Yo'q, hammasini sotib olaman. Qurilishda, masalan, shu ko'p qavatli uylar qurilishda buni bashinni kran deb qo'yamiz. Shu kranni bugungi kunda ijaraga olsa bitta loyihada o'zini o'zi qoplaydi-da. Shuning uchun har doim sotib olaman. Bugungi kunda 4 ta kran yangi loyihaga yangi 4 ta kran sotib oldik. Haligi ketadigan apalovkalarni sotib olamiz. Stokalar hamma yoqda qurilishga ketadigan lesalargacha sotib olish kerak. Ijara meni hisob kitobimda ijara nevidni deydimi? Ijara o'zini o'zi qoplamaydi. Chunki oyman-kun tez o'tadi. Ijara qanaqa kichkina joylar ijaraga olib, masalan, 1 oy, 1,5 oy ishingiz bo'lsa, ijaraga olib qaytarib bergansiz. Biz yillar davomida yo'q. Mana 15 yildan bundan keyin ham to'xtamaymiz biz. Niyatimiz to'xtash emas, yangi loyihalar qilish maqsadimiz. Ravshan aka, Andijonda birinchi qurgan loyihangiz qaysi? Andijonda birinchi qurgan Lomonosov ko'chasi deb qo'yamiz, 50-maktabni ro'parasidagi uyni qurganman. Undan oldin o'zi loyiha desangiz, Yangi bozorda Xolis bozorning ro'parasida 4 qavatli bino qurganman. Binoni sotib olganman. Shu o'zi qurilish shu yerdan boshlangan. Bitta bino sotiladigan bo'lib qoldi. Binoni sotib oldim, qurilish tugallamagan, bir qavatini qo'shish kerak. Qurilishda unaqacha opitim yo'q demoqchiman. Ustalar chaqirib, shuni qilish kerak deb ichiga kirib, jarayon asosiy joy start shu yerdan berilgan. Bir qavat qo'shdim, keyin qarasam zinasi boshqa joydan qilingan, boshqa joydan qildim, juda haligi zo'r chiqdi. Keyin bu binoni nima qilaman? Palonchiga, o'quv markaziga, o'quv nimasiga beraman. Uni qanaqa bo'lish kerak? Uni ichida hojatxonasi bo'lish kerakmi deb turib, loyihani o'zim yurib ijod qilib o'zgartirib yubordim. Shu bilan kirdingiz. Shu bilan qurilishga mehr oshib ketib qoldi. Tushunasizmi? Keyin nimada uni Semashka ko'chasida oziq-ovqat do'konimiz bo'ladi. Shu yonimizdagi bitta bolani uyimi, do'konimi bir joyda buzildi. Davlatimiz unga bitta joydan yer ajratib bergan ekan. Shu yerni olasizmi deb, shu 1-mikron 50-maktab ro'parasida yerda taklif qilib qoldi qarang. Keyin bo'l deb haligindan shu joyni sotib oldim. Shu yerga loyiha qilib, birinchi qavatini noturar do'kon qilaman, ikkinchi qavatlarini uy qilaman. Qiziqish shundan boshlanib ketdi. Endi shunda bilsam, xususiy shu paytda ko'p qavatli uyda hali hech kim qurmagan degan ekan. Shundan boshlanib, birinchilardan boshlaganmiz. Loyihamiz o'ta muvaffaqiyatli bo'lgan. Qaysi ma'noda o'sha ikkinchi qavatga chiqqandaglar odamlar u paytda yo'q qavatlarni sotib olmasdi. Ikkinchi qavatga chiqsa, ikkinchi qavatda sotilib ketdi hammasi. Uchinchi qavatga esa uchinchi qavatni odamlar ko'rib juda haligi u yangilik, haligi xususiy uy qurish, haligi davlatning planirovkalaridan ko'ra boshqacharoq planirovka, sanuzlar 2 tadan, keyin penthouse kvartira qilganmiz. Penthouselar yangilik, bitta uyga kirib planpasdan ikkinchi qavatga chiqib ketarganda odamlarda hali shok ko'chirib bo'lganmiz. Odamlar qanaqa kirib ko'rib, dom ham shunaqa bo'ladimi deb odamlarning fikrini o'zgartirib yubordi. Shundan bizga motivatsiya bo'lib, demak, ana qilsak bo'larkan, shundan bir haligi g'urur nima qilib, ilhomlanib, shunaqa qilib bir qurilishga kirib ketib qoldik-da. Andijonda penthouse-likda uni birinchi penthouse o'zim qurganman, birinchi penthouse haqida. Chunki masalan bitta mijoz kelib, falon joydan ko'rdim, bu uydan bor edi degan gapni gapirmaga, buni qasam ko'rmaganmiz, mana shu uy ham bormi deb asosiy kelgan mijozlarimiz shu gaplarni eshitganmiz-da. Shundan kelib chiqqan holda aytyapman. Men birinchi qildim shekilli. Xo'p, siz mana shu qurayotgan uylaringizga qimmat narsalar ishlatib qurish shartmi sizga? Endi aytyapman, boshdan o'zim injiman, qimmat narsa ko'rsam o'zim maza qilaman. Qimmat narsa sifatli bo'ladi, men sizga aytsam. Masalan, mana shu lift deylik, asosiy har kuni odamlarni ishlatadigan lift. Asli uyning nufuzini ko'taradigan ham, yerga uradigan ham lift esdan chiqarmaslik kerak. Lift bir kun ishlamasa, odamlarimiz injiq bo'lib ketgan.
falon pulga olganman, lift ishlamaydi deb duv gap bo'lib, reytingingiz ham ko'chada xizmatingiz ham tez tushib ketadigan narsa. Reytingni, nüfuzini ko'tarib turadigan lift. Shuncha liftlarga biz hech qachon pul aylamaymiz. Shu liftimizni lift qo'yayotgan nimalar bilan kompaniya qurilish kompaniyalari, lift kompaniyalar bilan o'tirib gaplashganimizda shunaqa holat bo'ldida, oxirgi qilgan loyihamizda uni mana bu O'rizordan oldin qilgan loyihamizda liftlarimiz kichkina bo'lgan. 6-chi qavatda shunaqa holat bo'lib qoldiki, reanimatsionniy kasal bo'lib qoldi. Bitta odam qattiq kasal bo'lib qoldi, uni skoriy pomosh kelib katalkada olib tushish kerak bo'lib qoldi. Tushunyapsizmi? O'zi o'sha zinapadan o'zimiz yordam berib olib tushganmiz. Zinapadan olib tushib kunimizcha o'zi sal qoldi, hali odam nobud bo'lib qolishi. Shunda aytdimda, to'xta. Liftni shunaqa qilish kerak ekan, shuni skoriy tez yordamda arabalari sig'adigan qilib qilish kerak ekan deb turib, keyin shularni chaqirdim. Shunaqa lift qo'yaylik deb turib, hozirgi oxirgi loyihalarimizga, bundan keyingi loyihalarimizga ham faqat shunaqa liftlar qo'yish niyatimiz bor. Qo'yib. Endi odamlar issiq-jon bilib bo'lmaydi. Shunaqa qilib qo'yganmiz. Shunaqa bitta mana bugungi kunda dunyo miqyosida Finlandiyaning liftlar, Finlandiya lift ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Eng sifatli liftlar Finlandiyaning hisoblanadi. Lekin shu bitta Finlandiyaning bitta liftini ko'rib, parametrlarni o'rganib chiqib, endi to'g'ri ularga o'ta qimmat, Xitoyga shunaqa lift zakaz qildim. Xuddi shu liftni zakaz qildim, to'g'ri Xitoyda ancha arzon qilib berdi, lekin sifatini zo'r qilib qildim. Avvalgi olib kelgan liftlarimizdan ancha qimmat. Keyin shu lift olib keladigan firma bilan gaplashganimda zo'rini olib kel. Shunaqa mana bu moncha razmeri manonga mana bo'lsin. Chunki nima katta qo'yapsiz dedi. Shunaqa mana bu skoriy pomosh katalkalar sig'ish kerak degan uslubni birinchi qo'ydim. Ikkinchi qo'ydim, o'ta sifatli odamlar liftda ketayotgani bilinish kerak emas. Keyin yana bitta narsa bor. Уже haligi internetda o'qidim-da bu narsani. Haligi qanaqadir bir nima qo'yar ekan Sputnikka, uyda nimani lift ichida telefonlar ishlash kerak. Haligi nezonov bo'ladi-yu, xizmatdor. Shunaqa bo'lmaydi. Shunisi bo'lish kerak. Video navigatsiyasi bo'lish kerak. Avariyli vizib bo'lish kerak. Masalan, bitta knopkani ezganda o'zimizning shirkatga bitta звонок keladi. Yana bitta звонок seni ustiga boradi. Shu lift tuzatgan ustiga. Hozirgi liftlarimiz onlayn, internet orqali tuzatsa bo'ladi. Shunaqa liftlar qo'yganmiz. Masalan, bir kamchiligi bo'lsa, unga signal boradi, shu yerdan onlayn tuzatib qo'ysa bo'ladi. Shunaqasini qo'yganmiz liftga. Men o'zimni uslovlarimni, o'zimni nimalarimni aytganimdan keyin, bu shartlarimni aytganimdan keyin ular aytishki, bo'ldi, biz qo'ygan narxga chidasangiz olib kelib beramiz. Dedi, shunaqa lift olib kelamiz. Ular ham zo'r bolalar. Liftni olib kelamiz, pul bermaysiz deyapti. Liftni olib kelamiz, liftni qo'yamiz. Lift bitgandan keyin tangani qo'yamiz. 9-etajga, 9-qavatga lift chiqquncha tanga yiqilib tushsa, bir so'm pul bermaysiz dedi. Tikka turgan tangami? Tikka turgan tangani qo'yib, liftni yurgizamiz dedi. Agar lift tanga yiqilsa, pulimizni bermaysiz dedi. Narxiga talashmaysiz dedi. Narxiga talashmay bo'ldi deb qo'l tashladik. Omadini bersin, qoyil qoldim. Syomkalarimiz ham bor, mana o'zimiz nimalarimizni ko'rsin. O'sha video. Endi Brand House'dan shu ma'lumotlarni eshitib ham hozir turib pul to'lov qilmasanglar endi borib uyat bo'lsa kerak, ikkilanmasdan. Shu mana nimalarimiz bor, o'zimizni nimamizda, platformamizda shu roliklarimiz bor. Ravshan aka, sifatli uy degani bu sifatli ishchilar degani ham. To'g'ri. Demak, siz shunday sifatli ishchilar ishlatayotgan bo'lyapsizmi shunda? Ya'ni qanday munosabat qilasiz ularni? Ular mehnat shartnomasi tuzib olasizmi yoki yo'llanma qilasizmi o ishchilarni? To'g'ri. Bugungi kunda o'zimni ishchi xodimlarimiz soni 40 tadan ortiq. Lekin bugungi kunda loyihalarimizda obyektlarimizda ishlayotgan ishchilar 250 dan ortiq ishchi xizmatchilar ishlayapti. Ular bilan mavsumiy mehnat shartnoma qilib olamiz. Mana bugungi kunda
armatura to'qib beton qo'yadigan monolitchilar deyapmiz. Monolitchilar ishlayapti bugungi kunda. Ular tugatgandan keyin g'ishtchilar bilan shartnoma qilamiz. Undan keyin boshqa santexnika, elektr shunga o'xshagan qilib mavsumiy shartnoma qilib ishga olamiz. Endi mana bugungi kunda oldin mana bitta, ikkita, uchta uy qurardik. Bitta, ikkita brigada bilan ishlardik-da, o'zimizni brigada. Endi u hozir shu brigadalar ham ishlayapti, lekin ishimiz kattaligi uchun yana boshqa ishchilar bilan shartnoma qilishga majbur bo'lib, ularni shartnoma qilib, ular bilan gaplashganimizda menga aytayapti bitta brigadir 15 yildan beri Rossiyada, boshqa davlatlarda mana shu ishni qilib kelgan ustaman men, hamma yo'qni yoddan bilaman. Bo'ldi, loyihalarni ko'rsatib bo'ldi, o'ynab kulib qilaman deb shartnoma tuzdik, lekin ish boshlagandan keyin jishi miyasi qatib qoldi. Nimaga? Bizni talablarimizni ko'rib, men 15 yil shu sohada ishlagan bo'lsam, menga bunaqa biror talab qo'ymagan. Nima talab deysiz? Armaturani har bir kesishgan joyini biz baylatamiz. Biz ishlagan joyda 3 tadan bittasini baylardik aka. Biz ishlagan joyda 20 sm bo'lmadi, 40 sm qo'ysak ham xo'p do'rardi. Biz unaqa narsa bo'lmaydi. Bu kitobiy, shu qurilish shunaqa qoidalarda yozilgan talabni bajartiryapmiz biz. Biz 15 yildan beri qurilish qilib yuribman men. Mana qurilish qanaqa qilar ekanda o'zi ham nima qilib maza qilardi bizni talablarimizdan kelib chiqqan. Shuncha yildan beri shuncha joyda ishlagan bo'lsa, birovni deb obyektini bunaqa talablar bilan qilmaganman deyapti. O'zimizchilar biladi endi. O'zimiz ishlayotgan brigadalar biladi bu narsani. Yotdan kelganlar jicha to'xtab qoldi. Ishlayapti. Narxini oshirdi, narxini mana narxda mana qo'ygan brigadalar ishlayapti. Shu narxda shunaqa talablarimiz qilasan, ishlasang ishlaydi, ishlashyapti. Xudoga shukr yaxshi. Bu talablarni siz qo'ygansizmi? Talablar qani talab qo'yib, o'zimni xodimlarni, injenerlarni, prorablarimga talab qo'yganman deb biror joyda o'zim har kuni loyihani o'zim aylanaman. Har kuni o'zim bir kunda bir marta bo'lsam aylanaman. Aylanganda shuni holatlar ko'rib qolsam, o'zim ham qattiq deyman. Shundan bilishadi. Aylanib qolsa, ko'rib qolsa bo'lmaydi deb mendan oldin shu beton quyishdan oldin bir qator o'zim ko'rib keyin beton quydiraman. Uni nimaga so'radim? Nega bilasiz? Hozir mana O'zbekistonda xususiy maktablar ancha rivojlanib ketyapti. Ayrimlari, ba'zilari demaylik, ko'pchiligidir balki ta'limga aloqasi bo'lmagan insonlar maktab ochganda, xususiy maktab ochgan, o'zi yaxshi, ya'ni ta'limli inson ta'limda odam emas. Tabiiyki, bu loyiha muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti misol oxirida. Demak, shunday xulosa qilyapmanki, quruvchi tashkilot rahbari, ya'ni dom qurib sotayotgan odamni o'zi ham qurilish sohasini zo'r bilish kerak ekanda. Degan ma'noda shu talablarni siz qo'ygansizlar demak, so'radimda. To'g'ri. Ashuna aka, o'zingiz ham demak qurilishni nima deydi, faqat chotki bilasiz ekan, demoqchi. Meni otam rahbarligi ham quruvchi bo'lgan. Mana shu davlat u paytda diska demonstrativ kombinat deb berdi. Shu yerda 40 yildan ortiq quruvchilik bilan shug'ullangan. Dadamiz ham quruvchi bilan qonimizda bor. Otamiz qilgan ishni qilyapmiz, xudo xolasa. Farzandlaringizni bu sohada ko'rasizmi? Bu sohada mana kichik o'g'lim, xudo xolasa mana bu yil shu arxitektura institutiga kirish maqsad qilib qo'ygan, xudo xolasa. Aynan qanaqa yo'nalish? Mana shu qurilish yo'nalish. Qurilish yo'nalishida. Siz shu quruvchi bo'laman deyapti. O'zi masalan men bolamga o'zimdan o'zim majbur shu sohani egallaysan demayman, erkinlik qo'yib berganman. Qaysi sohada qiziqsang, shu sohaga men senga yo'l qo'yib beraman deb o'zi ichimda yurib, qurilishlarni ko'rib, faoliyatimizni ko'rib, men ham quruvchi bo'laylik dedik, qancha xursand bo'ldik, qarshiligimiz yo'q. Ravshan aka, siz hozir tan olishingiz kerak, ancha-muncha inson moliyaviy tomondan havas qiladigan darajadagi insonsiz. Xudoga shukr. Hozir aytdingiz, otam quruvchi bo'lgan, otam. Shunda siz boylik bilan bo'lganmisiz? Yo'q, endi oddiy ishchilar oiladan chiqqanman. Otam qurilishda oddiy ishchi, onam shu non zavodida serpat oddiy farrosh bo'lib ishlashgan oddiy oilaning bolasiman men. Yoshlikda ko'p qiyinchilik ko'rganmiz.
oilada katta farzand bo'lganim uchun asosiy ota-onani yordamchisi mas'uliyat meni bo'ynimda bo'lgan. Siz bunaqa muvaffaqiyatni orqasida bilasiz, yaxshigina mehnat, yaxshigina og'riqlar bor yani. Albatta. Qurilishda hamma kimdandir andoza oladi yoki motivatsiya oladi. Siz kimdan andoza olasiz, motivatsiya olasiz har bitta qurilishingizda? Endi mana nima desam bo'ladi, mana ijtimoiy tarmoqlar ko'payib ketdi. Qurilishlar ajoyib mana Xitoylarda umuman odamning aqli yetmaydigan qurilishlar bo'ladi. O'zim mana Xitoyga men nima qurilishni ko'rgazmalari выставкалар bo'ladi-yu, qoldirmayman. Masalan, Dubayda ham bordim, bir marta Polshaga ham bordim, Fransiyaga bordim. Imенно qurilish ko'rgazmalariga bordim. Mana Xitoyga o'tgan yili bordim. Xitoyga borib, ashi odam qilgan ishni odam qiladi. Ko'rib, prosta xitoyliklar hamma yo'lda buzib yubordida. Mana biz qurilish qoidalari shunaqa, umuman unaqa qoida degan narsa u yerda yo'q. Ijod qilyapti ular. Tushunyapsizmi? U yerda bunday maza qilasiz ko'rib. Bizdan hisob kitob qilsam kami bir 150 yil oldida qurilish sohasida juda zo'r ishlar qilyapti. Qancha shu yerga borib, shulardan andoza olyapmiz. Shularni qilgan ishini biz ham shularning ishlarini ko'rib, shunda motivatsiya olyapmiz-da. Shunaqa ishlar qilsa bo'lar ekan. Odam qilgan ishni odam qiladi. Qo'rqmash kerak loyihadan. Haligi riskovat qilishdan qo'rqmash kerak degan nima deymanda o'zim. Mana yaqin qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqsak, qurilishlarda naqshlardan foydalanadi. Bizda ham zo'r naqshlar bor. Mana shunaqa yevropeyskiy dom qurayotgan domlarga bir chetlariga shu naqshlarimizni qo'yib, shu o'zbekligimizni bilintirib ketsa bo'lmaydimi aka? Unaqa loyihalarni qilish endi mana loyihalarda hozir mana o'zimizni mana ishlab chiqarishlar bo'lib, mana kafil zavodlar tushib, shu o'zimizni milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda milliy rasmlar bilan kafillar ishlayapti. Mana endi u narsalar kirib keldi-da, mana endi shulardan ijod qilib narsalar qilsak bo'lardi. Tasavvur qiling. Endi mana shunaqa narsalar qilamiz. O'zimiz ham to'g'ri shunaqa holatda milliyligimizni bildirib turadigan loyihalar bo'ladi, xudo xolasa. Butun dom tasavvur qiling, atlas yo adresli bo'lsa. Tashqi fasad qarang aka. Bizni ko'zimizga element beramiz. Bizni bersa, bizni ko'zimizga qanaqadir tuyulishi mumkin, jenskiy, murskoy deyishadi. Lekin chetdan kelgan odamga shunaqangi haligi faktura naqshlar, atlas adresdagi ranglar ko'ziga shunaqa yoqimli ko'rinadi. Shuning uchun aytdim, uni ham bir o'ylab ko'rish kerak ekan. Shunaqa kichkina proyektdan qilib ko'rish kerak ekan. Xo'p, siz bilan ko'rish uchun bunday klientlar sizga pul to'layman ham yoki siz bilan gaplashay, mana shu odam bilan, egasi bilan keyin pul to'layman deydimi? Yo'q, hozirgi qanaqa mana bu loyihadan oldingi loyihalarimiz premium klass deb qo'yamizda, premium klassdagi qimmat loyihalarimiz. Kirgan odam hammasi yoqyapti. Tushunyapsizmi? Endi qo'limda shu sotuv bo'limi bor, xodimlarim bor. Kelgan odamni puli bormi, puli yo'qmi demaymiz, aylantirib ko'rsatamiz, loyihamiz bilan tanishtiramiz. Ya'ni konkretni shu uyda olaman, ko'rishaman. Endi uyimiz qimmat bugungi kunda. Sirazu demaydi, shu puli bor odam rahbari kim ko'rishay deydi. Men bolalarimga nima bo'pti, realni hardor bo'lib olaman, mana pulim degan odam bilan meni ko'rishtirish deyman. Endi loyiha katta, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, har bitta kelgan klient oldiga bora olsam, bu yerda qurishni kim qiladi? Shunda sohada hali real olaman, mana pulim degan odam bilan ko'rishtirsa, men u odam men bilan ko'rishgandan xursand bo'ladi. Chunki u odam o'ylagan narxdan ham hech arzonroq qilib beraman demak. Hozir bu podkastda bu gapingizni eshitgandan keyin hamma siz bilan ko'rishaman deydi. Yo'q, endi realni masalan bizni qonimizda borda savdolash. Bugungi kunda ash premium klassda ham uyda 5 million so'm deysiz, kelib turib o'zbekchilikda shu 4 qilib bering, 4 dan qilib bering deb. Mana 15 million sotyapmiz, kelib aka bizga 12 million qilib bersangiz. Shunaqa savdolashiladi bu yerda. Savdoda baraka. Biz ham mana narx deb shu narxni sotamiz deb tikka turib olmaymiz. Odamning sharoitdan kelib chiqqan holda klientni qochirmaslik maqsadida
klientga nimalar qilib, sharoitlar qilib, jicha o't beradigan joy bo'lsa o't beramiz. Ja, biz ham mahkam turib olmaymiz. U narxi mana narx ekan deb unaqa emas. Unaqa uylanamiz. Siz o'rningizdagi odam bo'lsa, olsang ol, olmasang olma deydi. Masalan, sizda shunaqangi haligi xarakter bor ekan, zo'r xursand bo'ldik. Nima uchun O'zbekistonda pastdagi qavatli uylar qimmat bo'ladi, Ravshan aka? Endi mana avval mana Sovet davrida qurilgan uylar, endi davlatchilik, xususiy sektor yo'qligi, podrяд qurib ketilargan. Hali podvallari kladovkaga, mana isitish tizimlari hamma shu podvallarga ulangan hisobiga zak, ineki u yerdan zak chiqqan, zakda nima bo'ladi? Pasha bo'ladi. Birinchi qavat zak bo'ladi deb turib, qon-qonimizga singib ketganda, tushunyapsizmi? Endi u paytlarda 4 qavatli, 5 qavatli uylar bo'lgan, lift bo'lmagan. Endi nimaga ikkinchi qavat trendga chiqqan? Ikkinchi qavat masalan hammamiz oilamizda ota-onamiz bor, qariyalar bor. Ikkinchi qavat tepasiga ota-onam chiqa olmaydi yoki buvam chiqa olmaydi degan ma'noda ikkinchi etajlar trend bo'lgan. Tushunyapsizmi? Shunaqa qilib qon-qonimizga singib ketgan. Past etaj yo'qmi, past etaj yo'q. O'zi aslida tepa etajlar zo'r. Pasha ham 6-qavat tepasiga chiqmaydi-da, men sizga aytsam. Ravshan aka suhbatdan oldin Abdulaziz menga aytdi-da, Ravshan akadan so'raymiz, odamlar nima siz bilan ko'rishni xohlasa qanday bo'ladi? Shuni so'raymiz. Qanaqa ko'risha oladi? Shuni so'raymiz dedi-da, xullas. Keyin men ichimda o'yladim-da, ko'rishni xohlabman. Nimaga ko'rishni xohlaydi? deb o'ylagan edim. Men suhbatdan oldin 5 minut gaplashib ko'rishish kerak ekan bu odam bilan. Rahmat. deb o'yladim aka, chunki qurilish to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlar oldim. Xullas, mazza qildim gaplashib aka. Endi mana Abdulaziz mana qata qurilish uy qurasiz-ku, noldan o'zingiz ko'tarasiz. Hali bolangizda ko'p bo'ladi, bu ma'noda aytganda. Bu qurilish haqida mendan boshqa odam bu ipidan ignasigacha gapirib bera olmaydi. Endi shunaqa holatlar bo'lyapti, mana sotuv bo'limlarida ishlayapti, boshqasi ishlayapti. Shu qurilishda o'tiribmizda, bitta xodim aytayapti, shu bitta yana ona klient keldi deyapti. 2 marta keldi. Bu oladigan emas. Juda ko'p savollar berib boryapti dedi. Bola 2 marta kelgan bo'lsa, yo 3-chi kelishdi bu. 3-marta kelishdi. 3-marta kelgan bo'lsa, bu real bizning klientimiz. Endi qarab turish dedim, chaqir shu odam dedi. Keldi. Billa bitta aylanib tushdik. 10 daqiqa men bilan gaplashdi. Telefon qilib, bo'lib o'g'liga sirojni pul olib ketib bizni oldi. Mana, ko'rdingizmi? Nima xodimim aytayapti, hoji aka, nima duo o'qiysiz o'zi? Biz kelgan klient biz bilan gaplashib ketaveradi, siz bilan gaplashgandan keyin pul to'lashni boshlaadi deyoradi. Demak shunda Ravshan aka bilan ko'rishish juda xavfli ham ekan, Abdulaziz. Foydali ham. Yo'q, albatta foydali. Men xavflida hazil sifatida. Sirazu yo'q qo'yishingiz mumkin ekan, xullas. Ko'rishgandan keyin demoqchiman. Pulini berib qo'yish. Pulini berib qo'yish. Ravshan akaga pulini berib qo'yish. Endi baribir o'zingizdaqa baribir birov gapirib bera olmaydi bu holat. Albatta. Egasidaqa gapirib bera olmaydi. To'g'ri aytdingiz. Ravshan aka, keyin siz oliy ma'lumotlimiz? Oliy ma'lumotliman. Sohangiz qanaqa? Men soham, men sportchiman. Yana. Toshkent davlat fizkultura sport institutini judo kurashi bo'yicha nima deydi? Trenerskiy fakultetni bitirganman. Judo kurashi. Judo kurashchiman. 25 yil kurash bilan shug'ullanganman men. Voy qo'y. Kurash bilan shug'ullanib, shuncha ishga yana shu sohaga yana vaqt ajratganingiz qanday vaqt ajratyapsiz shunda? Mana men uyda katta o'g'il bo'lganman. Meni vazifalarim juda ko'p edi. Shu mana onam bilan kirni ham o'zim yuvganman. Onam xamirni ham o'zim qilardim. Onam yopardi. Juda ko'p uy ishlarida ota-onamga birinchi yordamchi o'zim bo'lganman. Shu sohada, shu holatda o'ta sportni yaxshi ko'rardim. Yana bir kun otam rahmatli aytdiki, sen xullas sportga borishimga qarshilik qildi. Bo'l dedi, sen mana maktabdan o'qib chiqqandan keyin
o't o'rib kelishing kerak, qo'y boqishing kerak, ukangni bog'chadan olishing kerak. Shuni o'rtasida eplasang, sporting bilan shug'ullan dedi. Men nima qilaman? Bir ertaroq maktabdan chiqaman, tezda borib o'tni o'rib kelaman. Shu keyin qo'ylarni haydab sheriklar oshlarim bilan qo'y boqamiz. Qo'ylarni ularga qo'yib, endi soat 4:30da trenirovkamiz boshlanadi. 4da ukamni bog'chadan olaman. Sportga boraman. Ukamni shu skameykaga o'tirgizib qo'yib, o'zim sport bilan shug'ullanaman. Shunaqa qilib sportga kirganman. Shu skameykaga olib kelib o'tirgizib qo'ygan ukam O'zbekiston chempioni bo'ldi keyin sambodan. Qoyili. Siz emas. Men emas, yo'q, men ham o'zimni holatimda nima bo'lganman. Demoqchiman, shu yerdan bog'chadan olib borganman. Men olib borib qo'yib qo'ygan ukam keyinchalik kerak bo'lsa juda kuchli sportchilarni yutib O'zbekiston chempioni bo'ldi. Shu ukam. Hozir endi boshqa sohada o'zim bilan qurilishda ishlayapti. Shunaqa jicha voqeamiz shunaqa. Keyin dadam rahmatli shunaqa bir gap gapirganki, endi deyadi sportga boryapsan ekan dedi. Ha. Sportga borsang, masalan, o'sha paytda master sportda bo'la olasang, bor. Oxirigacha yetsang bor, hali. Borib, bormay, yo'lda qolib tashlab olsang, bormay qo'yib, ishing ko'p uyda seni, qiladigan ishing degan ma'noda gapirgan. 91-yili armiyadan kelib O'zbekiston O'rta Osiyo kubogi 91-yil 17-aprelda shu musobaqani finalisti bo'lganman. 1-2 o'ringa master sportda unvoni berilgan. Shunda master sport hammasiz. Master sport judo kurash bo'yicha master sportaman. Sport ustasiman. Shu Moskvadan berilgan meni удостоверение ham. SSR paytda Moskva Gosport SSRdan berilgan. Keyin shu удостоверениемni olib kelib, otamga ko'rsatganim, otam ko'ziga yosh olgan. Qoyil. Rahmat o'g'lim degan. Chunki shu otamni gapi menga motivatsiya bo'lgan deyman-da. Borsang, master sportda bo'la olasang, sport bilan shug'ullan. Zo'r bo'lsang, bo'lmasam seni qiladigan ishing ko'p uyda. Mana sizga uylar nimaga zo'rligi, ya'ni zo'r qursang qur, bo'lmasa qurmay ekanda, shunaqami Ravshan aka? Shunaqa. Endi shunaqa ota kasb quruvchilik ekan, qonimizda bor ekan, mana bilan quruvchilik. Nimaga endi sportni juda yaxshi ko'raman, hozir ham sport bilan shug'ullanaman. U yerda bitirdim, murabbiylik qilib, yedi-bedi ishladim. Uyda kattasiman. Qiyinchilik, 90-yillar hamma yo'q, anaqa oilalar yo'q. Tushunasizmi? Sportni tashlashga majbur bo'lindi. Nimaga? Ota-onaga yordam berishmasligida. Endi tijoratga kirib ketdik. Endi qilmagan ishimiz qolmadi. Mana aylanib o'rgilib shu qurilishda qatib qoldik. Qurilishni xudo xolasa eplayapmiz deb o'ylayman shu kunda. Mana hozir ota deganingizga hozir daromadingiz bor, biznesingiz bor. Shu otangizni rozi qila oldingizmi? Endi oxirgi yillari jicha betob bo'lganda duosini olganmiz, xudo xolasa roziman hammadan degan otamiz. Otasi rozi bo'lmagan odam bunaqa natijaga erishmaydi menimcha. Duosini olganmiz deb o'ylaymiz. Onamdan so'rab turaman, ish qilib desa, "Yo, sendan rozi bo'lgan" deydi. Oxiratlar obod bo'lsin. Ravshan aka, hozir ana yangi boy deb qo'yishadi-yu, o'zi eski boy bilan yangi boyning farqini aytib bering. Endi ular men o'zimni boyman demayman. Ular qilib ularga baho berishsa menga menga bo'lmasa kerak. Endi bilmayman, yangi bu endi yangi pul topgan odamga aytsa kerak shuni deb. Yo, qanaqadir eski boyda siniqligi bo'ladimi, kamtarim bo'ladimi, nimada o'zi aytib bering aka bitta. Endi eski boy eski boyligini bilintirmay yurgani uchun eski boyda. Hammaga ko'z ko'rona qilib olganlar, yangi boy desa kerak edi. Juda kamtarona va to'g'ri javob. Xo'p, sizni holatingizdagi, sizni budjetingizdagi odam hozir Inamarkani eng oxirgi rusumini haydaydi-da. Sizni hozir nima haydab yuribsiz? Endi bizda mana mashinaga bunaqa qiziqmayman. Mana o'zimizda avtosalonlar ochilib, mana O'zbekistonda mashina ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'ylab qarasa bir marta ham avtosalondan kirib o'zimning nomiga bir mashina olmagan ekanman. Hozirgi men yurgan mashinamni ham bitta klientim, mijozim
pulini o'rniga mashina o'tkazgani uchun shu mashinani yuribman. Bo'lmasam shu Nexia'da yurganmiz ukam mashinasida. Shu g'oziy binib yurgan unda Santa Fe mashinamiz ham uyda hisob kitobiga o'tkazgani uchun o'tgan bo'lsam men bu mashinani hayotda olgan bo'lmasdim. Qo'y. Mana necha yil o'tdi, ya 6 yildan beri shu mashinani minayapmiz. Haligi mashinaga qiziqadiganlar bunga da necha marta mashina almashtirishyapti-yu. Bizga yurib tursa bo'ldi, do'g'ri. Demak, aka siz eski boylardansiz. Ravshan aka, Ravshan aka Brand House uylarini poytaxtda ham qurish rejalarimiz bormi? Endi mana poytaxtdan keladi, tanish bilishlarimiz ko'p. Uylarimni ko'rib, nima deydi? Hammasida birinchi taklif Toshkentga ko'rmaysiz. Toshkentga ko'rsiz, mana shu uylaringiz $3000 bo'ladi kvadrat metr, $5000 bo'ladi kvadrat metr deydi. Takliflar tushadi menga. Meni yerim bor. Ya men aytaman, yo'q. Menga sherik ishlamayman. Bir kun pulim ko'paysin. Toshkentlardan ham quradigan stansiyanaga chiqaylik. Ajoyib emas, bir kun quramiz. Lekin bugungi kunda, mana shu bugungi kunlarda unaqa rejamiz yo'q Toshkentlarda qurish. Tushunarli. Andijondagi mana ko'rib turibmiz, qurilish kompaniyalari ko'payib ketdi. Siz raqobatga qanaqa qaraysiz aka? Men raqobatga hali yaxshi ma'noda qarayman. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Raqobat bo'lmasa-yu, shunday kursiz odamlar yo'q, raqobat bo'lish kerak. Sizdan zo'r quruvchi chiqayotganini ko'rib, nimasi bilan zo'r? Undan zo'r bo'laman degani ijod qilasizda. Bu ham quruvchilik ham bir ijod, izlanishdan iboratda. Raqobatga men to'g'ri qarayman, yaxshi qarayman. Raqobat bo'lish kerak rivojlanish uchun. Raqobat bor joyda rivojlanish bor deb to'g'ri aytishganda. Ko'chada yuradi Brand House qurilish kompaniya nomeri deyin deydi. Endi u gaplarni o'zimiz ham eshitamiz, конечно, bizga juda haligi yaxshi, приятный. Endi odamlar fikr ekanda. Men masalan nomer deyman deb bir joyda gapirmaganman ham. Shu bahoni xalqimiz beradi-da. Sifatidan kelib chiqib, hali aytganingizdek, necha yillik tajribaga ega bo'lgan kompaniyadan hisobga olib hamma shuning uchun ham balki nomer deyin desa kerak aka. Rahmat deymiz. Ularda bir xursand bo'lamiz shu gaplarni eshitib. Ravshan aka, hozirgi yangi ish boshlagan proyektingiz premium klassmi? Yo'q, premium klassdagi uylarimiz o'rizor namunadagi. Bunga undan ko'ra sal nima desam, biznes klassdagi uylar quryapmiz hozir. Biznes klassda qimmat emas, arzonlashtirilgan holatdagi uylar qilyapmiz. Bugungi kunda loyihamizdagi narximiz 10 million so'm. Patqulush remonti bilan. Shunday mebelini olib kiradi, gilamini soladi, pardasini iladi, yashaveradi. Hamon tualetlari, hamma yo'g'ini gaz plit mebellardan tashqari uyni remont qilib, patqulush qilib topshiramiz. 10 million so'mdan ish qilyapmiz. Zo'r. Kvadratini 10 million dedingiz. 10 million so'mdan. Lekin men misol ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapsiz yoki ko'chada ko'ryapsiz, narxlarni 5 millionga, biznes klassi bor 6 million, 7 million. Sizda baribir qimmat bo'lib qolyaptimi shunda? Biz masalan mana qurilish bozori borda, qurilish bozorida reytinglar bo'ladi. Biznes klass uy quradiganlar. Mana sizlar aytyapsizlar, Murad Building, Energy gruplar. Mana Toshkentda loyihasi boshlanib $3000 dan kam emas kvadrati tugadi. Lekin Toshkentda o'zida ham $500 loyihalar bor. Tushunasizmi? Shunaqa holatdamiz. Ular masalan bizni qurayotgan uylarimiz sifati, unga ishlatayotgan mahsulotlarimizni hisobga olganda ulardan biz uyimiz necha ajrab turishi qimmat bo'lishi kerak. Tushunarli. Yana boya aytganimizdek, o'sha ishlatilayotgan mahsulotlarga sifatga borib qadalar ekan baribir. Hamma narsa. Mana masalan Andijonimiz aeroportidan tushib kelayotganda Brand House'ni baland binolarini, tepada logotiplarni ham qachon ko'ramiz? Endi shunaqa niyatlarimiz ham bor. Mana Farg'onada ham, Namanganda ham hozir eshityapmiz, 30 qavatdan katta aeroportda oldi, Farg'onada ayniqsa qurilish bo'lyapti hozir. Ularga hozir eshitishimizcha ruxsat berilibdi. Toshkentda ham mana shu Nestovan masalan eng baland uy.
bino ana Farg'onada qurilyapti. Endi biz ham bir o'ylayapmiz, shunaqa bir loyiha qilsam ekan, bir shunaqa taklif bilan chiqsam ekan degan niyatlarimiz bor. Xo'p, Biz qurish niyatlarimiz bor, shunaqa baland binolarimiz. Chunki men Xitoyga borib ko'rib 50-60 etajli uylarni ko'rib, mashina ham bizga o'xshagan odamlar qilganim. Shu yerda loyihasini olsak bo'ladi, boshqasini olsak bo'ladi. Nimaga biz qila olmaymiz degan nima savol o'zimni qiynayapti. Nimaga qila olmaymiz? Niyatim bor. Niyatim bitta shu Osmonopar bitta bino Andijonga qilish. Xudo xolasa niyatimiz bor. bu Andijonda baland binolar qurish uchun bu zilzila masalasi qanaqa bo'ladi masalan? Endi tegishli idoralar bor. Shu zilzila bardoshligini qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak degan idoralardan hammasini mana Farg'onada qurishyapti. Men ham uni borib surishtirdim. Shu idoralardan ruxsat olinadi. Proyekt o'rganib chiqiladi. Loyiha unaqa baland loyihalar, loyiha uylarni rasxodi ham pastga ketadigan fundamentdagi qismi juda qimmat turadi. Hali svaylar qoqiladi, necha metr pastlikgacha beton karkaslar chiqish kerak. Juda qimmat loyiha hisoblanadi bu Osmonopar bino. Bizda Andijon necha ballik? Bizi Andijonimiz o'zi eskidan 9 zvezdochka deb berdi, yulduzchalik. O'zbekistonda eng seismik zona hisoblanadi, eng baland Andijon hisoblanadi. Zilzilaga chidamli. Zilzilaga chidamli, zilzila bo'lish nimasi eng baland joyi. 9. Unda baquvvat qurish kerak ekan binolarni. Xo'p, bu menimcha bu suhbatimiz Ravshan aka, Bahodir aka uy oluvchilarga va qurilish sohasiga qiziquvchilarga ham bir chiroyli o'tdi deb o'ylayman. Albatta. Ravshan aka, tashrif uchun sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shuncha qurilish, obyekt quruvchilar bilan, bu masalalar bilan vaqt topib kelganingiz uchun kattakon rahmat aka. Hop, Bahodir aka, bo'lmasa siz orqangizdagi kaskani olsangiz, Ravshan akadan qo'lidan bir Dastxat olamiz. Dastxat olsak. Ravshan aka, mashinaga bizga esdalik qilib tashlab ketasiz. Yonboshga qo'yaman, o'rtasiga qo'yaman, aytiga ham boshqa qo'yaman. Kallasiga bosh. Yo'q, mashina aytiga orqasiga. Ravshan aka, shaxsan men siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Sizdagi g'ayratni ko'rib, men uyim yonidagi zalga chiqmayotganimda uyatib ketdim to'g'risi. Tennis. Ko'p narsalar oldim men bugun sizdan. Mana kameraga ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana Brand House, Andijondagi Brand House asoschisi Ravshan akadan dastxat oldik. Bu albatta bizni Andijoncha gap podkast studiyamizni birinchi qanaqadir kreativ sohasi deb o'ylaymiz hamda eng Andijondagi gigant kompaniyalardan bo'lgan Brand House asoschisi Ravshan akadan aka kattakon rahmat. Buni uyimga olib ketmayman, shu yerda turadi. Albatta. Shu qo'l qo'yilgan tarafi tursin aka. Ertaga yana boshqa quruvchilar kelganda ham ko'rsin Brand House qo'li bilan. Xo'p, Ravshan aka, suhbat uchun rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat. Bizga yoki uy oluvchilarga, tomoshabinlarga dil so'zlaringiz bo'lsa bir aytib o'tib ketasiz. Endi tomoshabinlarimiz asosiy o'zimizni Andijon xalqi bo'lsa kerak. Shunaqa. Nima deymiz? Uy oluvchilar bo'lsa, nima birinchi navbatda kim bo'lishidan qat'iy nazar uy oladimi, olmaydimi? Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Hammasi odamlarning umriga, rizqiga o'zi Xudoyim baraka bersin. Mabodo uy olish maqsadida bo'lsa, biz kelsa uylarimizdan olsa, biz xursand bo'lamiz. Qanaqa yo'llari bo'lsa, yengilliklar bo'lsa, qilib berishga biz tayyormiz. Bizda ham boshqa qurilish tashkilotlariga o'xshab o'zimizga yarasha nima deb skidka, chegirmalarimiz bor. Haligi chegirmasiz yo'q ekan, qimmat ekan deb o'ylashmasin. Kelishsin, olishsin, xursand bo'laylik. Eshitganlar hammasi sog' salomat bo'lsin. Hammaga rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bugun vibe boshqa daraja. Andijon chagap. Andijon chagap.